Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Favqulodda vaziyat qilib video o'raverdim meni magazində. Hozir bir video ko'zim tushib qoldi. Ya'ni Effekt.uz jamoasiga, Effekt.uz rahbariga bir video chiqarishibdi. Uni ko'rib qoldim. Bu bolani ham tanimayman, Effekt.uz'ni ham. Men shaxsan o'zim so'rashmaganman, gaplashmaganman, lekin bu bolani ham, men chiqargan bolani ham tanimayman. O'rtada xolisona fikrimni aytaman video to'g'risida. Bu yerda bana ko'ringlar videoni. Ya'ni qo'rqinchli qilib chiqarishdi-da, xuddi jinoyatchilar qilib chiqarishyapti. Qanaqaga olyapsan? Bo'ldi, ofisga boring, Axay gaplashaylik, ofisda qayerdaligi bilmayman. Orqasi. Qochib yurganda sudga kelmasdan. Men ayol boshim bilan sarson bo'lib kelib ketib o'zi yolg'iz ayolman. Kelib ketib yuribman. Kelyapti-da, ustimga mashina. Videoni ko'ryapsizlar, ya'ni nima bo'lganini bilmayman ham, lekin qochib yurgan suddan deyapti. Nima bo'lganini bilmayman, lekin shu videoga men reaksiya bildirdim. Haydab bostirib ketib boryapti. Bularga qonuniy chora ko'radiganlar bormi, yo'qmi? Mana hozir Marhamat beringlar. U kelayotgan ekanda, ustiga qarab mashinada bostirib ketayotgan ekan. Bu yerda o'zlari yugurlab ketishyapti. Mana marhamat beringlar. masalan muammo. Qanaqaga olyapsan? Bo'ldi, ofisga boring, Axay gaplashaylik, ofisda qayerdaligi bilmayman. Orqasi. Mashinaga o'zlari yugurlab ketishyapti tevasiga. Bu ham bitta yolg'on kiradi, yolg'on ma'lumot berishi kiradi. Bularga qonuniy chora ko'radiganlar bormi, yo'qmi? Mana hozir Shaxsan o'zingizga qonuniy chora ko'rish kerak. Yolg'on ma'lumot berganingiz uchun. soat 15:30. Bundan sal 10 minutlarcha oldin, 10 daqiqalarcha oldin Effekt.uz rahbari Akmal Eshonxonov men telefon qilib chaqirdim o'zlarini. Keling gaplashib olaylik. Hech qanaqa kuch ishlatilmadi bu yerda, hech qanaqa haqorat o'zlariga o'xshab bosim, tahqirlash bo'lgani. Eshitdinglar? Hech qanaqa kuch ishlatgani yo'q, o'zlariga haqorat qilib deyapti, o'zlariga go'sht qab deyapti. Bu ham tuhmatga kiradi. Yo'q, 36 yoshli opa bor ekanlar bu yerda. Kuppa-kunduz kuni jamoat joyida tajovuz deb hisoblayman. Chaqirib, bu yerda hech nima bo'lgani yo'q-ku. Bundan keyin ham bizga ziyon yetkazdi. Bunaqa to'g'risini aytaman, bunaqa ma'lumotlarni tarqatish va bunaqa ma'lumot berish, men o'ylaymanki, bu bolaga ham Effekt.uz rahbariga ham shantaj bo'lyapti. Videodan ko'rinib turibdi. Hammalariga jinni ham bilsa bo'ladi bu narsani. Borib olib yugurlab o'zlari borishdi, yana o'zlari skora chaqirishdi, o'zlari og'rimagan, ya'ni sinmagan qo'llarni ham gipsdan qildirib, ya'ni shunaqa rolga kirishyapti-da, yolg'iz ayolman, boshqaman deb. Bu hammasi shantaj. Men iltimos qilardim. Ommaviy axborot vositalaridan qo'linglarni sar tortishinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham, kim nima qilgan bo'lsa ham, ommaviy axborot vositasiga, ya'ni qonunda yozib qo'yilgan, ya'ni ishiga, boshqasiga xalaqit qilgan inson, to'sqinlik qilgan insonga qonunda belgilab qo'yilganda jazo bor deb, jazolanasiz deb. Qachongacha bunaqa narsalar davom etadi? Qachongacha ommaviy axborot vositalariga bosim, ya'ni har xil shantajlarni uyushtirib, boshqa qilib, mana bunaqa ayollar chiqib keladi? Qachongacha? Buni masalan dushmanlari ko'p bu bolani ham, meni fikrim, dushmanlari ko'p, kimdir qilibgandi. O'zimni videoga reaksiyamni berdim. Xayr, salomat bo'linglar.